Bugungi videomiz sizni haqiqiy VIP mehmon kabi kutib oladi. Zero bugun siz bilan birga avtomobil olamining eng qiziqarli, eng sirikop va eng nishonli modellaridan biri Mahindra Bolero bilan tanishamiz va rostini aytsam, bu mashina haqida gapirayotganda og'zimni bir oz shirin reklama ovoziga aylanganimni sezib qoldim. Chunki Bolero shunaqa jozibaga ega, kishi beixtiyor maqtayveradi. Mana qarang, tashqi dizayni oddiy emas, erkakcha, qat'iy. Men yo'llarning generaliman degan kayfiyatni taratadi. Ayniqsa uning burchakli, kuchli chizilgan old qismi, baland o'rnatilgan panjara va o'ziga xos Mahindra logosi avtomobilga o'ziga yarasha shan bagishlab turadi. Shundayki, agar u yo'l bo'yida tursa, odam "Ha endi bunaqa mashina kimga yarashmaydi" deb qo'yishi aniq. Kuzovining mustahkamligi esa alohida mavzu. Boleroni ko'rgan ko'pchilik bu mashina bilan tokka ham chiqsa bo'ladi, to'yga ham chiqsa bo'ladi deb kulib qo'yadi. Chunki u har ikkisiga mos. Ham kuchli, ham chiroyli, ham xushchaqchaq ko'rinadi. Salonga kirganingizda esa sizni sodda, ammo qulaylikka boy muhit kutadi. Bu yerda ortiqcha yorug'likda charchatadigan bezaklar yo'q, lekin kerakli joyda kerakli narsa bor. Qulay o'rindiqlar, aniq ko'rinadigan panel, funksional boshqaruv tugmalari va safar davomida zerikmaslik uchun zamonaviy multimedia tizimi. Xullas, o'zini keraksiz VIP hashamatga urmaydi, lekin sizni nomaqbul holatda qoldirib ham qo'ymaydi. Endi keling, biroz texnik jihatlariga ham qaramaymiz. Mahindra Bolero odatda o'zining ishonchli dizel dvigateli bilan maqtanadi. Bu dvigatel shior qilsa ham bo'ladi. Kam yeyman, ko'p tortaman. Yo'llarimizdagi holatni inobatga olsak, uning balandroq o'tirishi, qattiq osmasi va mustahkam platformasi juda qo'l keladi. Shuning uchun haydovchilar bunda o'tirib, yo'lning egri-chigirisi haqida o'ylab ham o'tirmaysan, deyishadi. Albatta, bu sal qattiqroq amortizatsiya degani. Lekin baribir Bolero buni o'zining kuchli qiyofasi bilan kompensatsiya qilib qo'yadi. Bugungi videomiz sizni haqiqiy VIP mehmon kabi kutib oladi. Zero bugun siz bilan birga avtomobil olamining eng qiziqarli, eng sirikop va eng nishonli modellaridan biri Mahindra Bolero bilan tanishamiz va rostini aytsam, bu mashina haqida gapirayotganda og'zimni bir oz shirin reklama ovoziga aylanganimni sezib qoldim. Chunki Bolero shunaqa jozibaga ega, kishi beixtiyor maqtayveradi. Mana qarang, tashqi dizayni oddiy emas, erkakcha, qat'iy. Men yo'llarning generaliman degan kayfiyatni taratadi. Ayniqsa uning burchakli, kuchli chizilgan old qismi, baland o'rnatilgan panjara va o'ziga xos Mahindra logosi avtomobilga o'ziga yarasha shan bagishlab turadi. Shundayki, agar u yo'l bo'yida tursa, odam "Ha endi bunaqa mashina kimga yarashmaydi" deb qo'yishi aniq. Kuzovining mustahkamligi esa alohida mavzu. Boleroni ko'rgan ko'pchilik bu mashina bilan tokka ham chiqsa bo'ladi, to'yga ham chiqsa bo'ladi deb kulib qo'yadi. Chunki u har ikkisiga mos. Ham kuchli, ham chiroyli, ham xushchaqchaq ko'rinadi. Salonga kirganingizda esa sizni sodda, ammo qulaylikka boy muhit kutadi. Bu yerda ortiqcha yorug'likda charchatadigan bezaklar yo'q, lekin kerakli joyda kerakli narsa bor. Qulay o'rindiqlar, aniq ko'rinadigan panel,